4,5 ga 220 lik basseynimizni terilish jarayoni. Xo'p, ichidan ikkita korobka chiqadi. Bu korobka bilan mana bu korobka. Bu korobkasining ichidan karkaslari chiqadi, stoykalari. Bunisining ichidan burchaklari va ulanadigan joylari chiqadi va tent chiqadi. Shu basseynda o'zi material. Ichidan bunaqa kitobchasi chiqadi, instruksiyasi. Shunga qarab terib olsalaring bo'ladi. Hamma joylarini ko'rsatib qo'ygan. Qanaqa teriladi, harflar ko'ryapsizlar. B, B, burchakda B, o'rtada S. Bunda hammasida harflar bilan yozib qo'ygan. S. Hammasida harflar bor. Shu instruksiyaga qaraysizlar. O'rtada S'lar, chekkada B'lar. Bu yonda A. Tushunish oson juda. Mana shu ko'rinishda qismlarga bo'lib olasizlar. Bu basseynda eng anaqasi, stoykani tagi bo'ladi. Bu burchaklari. Bu turbani bir-biriga ulaydigan joyi. Va shu ulagandan keyingi ichiga tiqiladigan nima desak bo'ladi? Shurupi desak bo'ladi buni. Bu ichidan material chiqadi, hozir video davomida ko'rsatamiz. Shunga kirgizinglar. Xullas shu holatga keltirib, hammasini ajratib qo'yib olsalaring, ishlaring osonlashadi. Bu turbalarimizni ichidan yana bittadan turba chiqadi. Bu asosiy chekkalarda chiqadigan turba bo'lsa, bu oyoq qismi. Xo'p, A tepa qismi bilan past qismiga, S bilan B o'rta qismiga bo'ladi. Asosiy eniga deydimi? Agar sizlarda mana shu harflar tushib qolgan bo'lsa, nimadan farqlaymiz desalaring, A da bo'yi pastroq bo'lar ekan, ozgina bularga qaraganda. S bilan B da bo'yi bir xil, farqi xo'p, B da teshigi ikkita joyda. Bittasi tepa taraf, bu tarafda, bittasi yon tarafda. Yon tarafda. Shundan farqlab olsalaring bo'ladi. Chunki bu bittasi sherigiga ulanadi, bu tarafi oyoq qismiga ulangani uchun ikki tarafga qo'ygan. S da teshigi bir xil ikki tarafda ham. Xo'p, boshladik. Mana tentimizda birinchi yoyib olishdan boshlaymiz işte. Xo'p, bitta narsaga ahamiyat qilasizlar, yoyayotganlaringda suv qaysi tarafdan chiqib ketishini. Sizlarga qaysi tarafdan chiqib ketishi qulay bo'lsa, o'sha joyiga moslaysizlar. Bu basseynda o'zi odatda filtr bo'lmaydi. Agar filtr qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana filtr uchun alohida shlanglar qoldirib ketilgan. Mana shu joy suv chiqib ketadigan joyi. To'g'ri bo'ladi. Tekis qilib yoyib olganimizdan keyin stoykalarni joylab chiqamiz. Ikkita A qismi, tepa taraf va pastki tarafga A harflari ketyapti. Aynan shu 4,5 ga 220 modelda. Hamma basseynda har xil bo'lishi mumkin. Bunda ikkitadan S harf yon tarafda o'rtasiga, sentriga endi B harfimiz qoldi faqat. B harf yon taraf to'rala burchakka qo'yib chiqamiz. Keyingi qiladigan ishimiz shu turbalarni mana shu joydan kirgizamiz bitta-bitta. Joydaymiz bularni. Turbalarni bitta-bitta oson kirgizish. Turbalarni bitta-bitta kirgizib turbalarni hammasini tiqib bo'ldik. Endi har bir ulanadigan joyiga shunaqa ulagichlarni qo'yib chiqamiz. Ichidan shunaqa klipsalar chiqadi. Ulatib ko'rsataymi? Har bir joyga ikkitadan ishlaydi. Shunaqa ulanish joylariga tepa tarafdan tiqiladi. Bo'ldi. Yana bir e'tibor qiladigan jihati, mana buni tiqayotganda
bu mashina narsa tashqi tarafda qolishi kerak, chunki oyoq bu tarafdan o'rnaydi. Agar siz uni ichki tarafga qarab, buni basseynni ichki tarafga Qolib ketadigan bo'lsa, qo'ysangiz, bu xato bo'ladi. tashqariga chiqarib, Ko'paytiradi. Tashqariga chiqarasiz. Teshigi tashqi tarafda qolishi kerak, chunki oyoq o'rnaydi. Bu qismlarni ehtiyot qilinglar. Chunki ko'pchilik sindirib qo'yadi, yo'qotib qo'yadi. Sotuvda topsangiz bo'ladi. Lekin qimmat ham sizni kelgan vaqtingizni oladi, masalangizni birak bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Ulanish joylarini har birini ulab chiqdik. Endi burchaklarni qo'yib chiqamiz. Burchakni tiqib, bunga ham o'sha maxsus klipsalar tiqiladi. Bu tarafdan chiqadi. Bu tarafni ham kirgizib olasizlar. Endi oyoqlarini o'rnatib chiqsak bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz burchaklarni tikkalab olamiz. Xo'p. Bu basseynimiz ichidan 8 ta kalta, 4 ta uzun oyog'i chiqadi. Keyin bunaqa o'sha yelim qo'shilgan yana 6 ta oyoq chiqadi. Mana shu 6 ta kalta oyoq bu joyga kiradi. Bular birga. Hammasi shuni ichiga kirib, uzunroq oyoq To'g'ri burchak. 4 ta burchagiga ketadi. Qolib ketamiz. Bularga hech narsa ulanmaydi. Oyog'ini o'zi faqat mana shu qora joyini tiqasizlar. To'g'ri, ko'rsatdik. Bo'ldi. Bir, ikki, uch, to'rt, olti, yetti, 8 ta joyga maxsus oyoqlarini o'rnatib chiqamiz. Qolgan oyoqlarini o'rnatish ozgina murakkabroq bo'ladi, lekin tushunib olsangiz oson. Materiali bo'ladi tagida. Har bittasini shuni tortasiz. Mana shu yelim qismini kirgizib olasiz. Bu o'sha basseynda baquvvat ushlab turish uchun, mana shunaqasiga holatda turish uchun yordam beradi. Xo'p, endi mana shuni bu kichkina temir qismini shunga tiqib olamiz. Ana bu teshikda farqi yo'q, qaysi qolgan. Buni tepa pastini farqi yo'q, qo'yaverasizlar. Xo'p. Bu jo'shatga kiradi. Mana bu oyoqni to'xtatib, mana bunga kirgizib qo'yiladi. Tepalar shunday oq yelim bo'ladi. Buni ichkariga kirgizib turib, mana shu joydan chiqquncha itarasizlar. Yechayotganda mana shuni bosib yana yechib bo'ladi. Mana shu tayyor holatga keldi oyog'i. Qolganlarni ham shu tartibda qo'yib chiqamiz. Qolgan hammasini shu holatda materialini tortib, oyoqlarni o'rnatib chiqamiz. Basseyn shu bilan tayyor. Basseynimiz ichidan yana shunaqa qo'shimcha narsalar chiqadi. Bunisi shlanga ulagani. Ana shu joyga tiqib, shlangingizni ulab olsangiz bo'ladi. To'ldirishda ham chiqarishda. Xohlasangiz to'ldirishda, xohlasangiz chiqarishda. Endi to'ldirish tepadan to'ldiradi ko'pchilik. Bu asosan chiqarish uchun. Bu narsa ko'pchilikda ishlamaydi. O'sha asosan shlanga ulab suvni chiqarib olish uchun. Endi bu narsa muhim narsa. 3 ta bo'ladi, bittasini qoldirib. 3 ta bo'ladi, bittasi zapas. Klipsi ham zaxira. Mana shu joyga tiqib qo'yasiz yaxshilab. Bu mabodo filtr qo'ysangiz, ana shu joyda ochib tashlab, filtrni shu joyga o'rnatsangiz bo'ladi. Keyin, masalan, o'rnatib bo'lingandan keyin har bitta burchakni bosib chiqasiz va bu tarafga tortib chiqasiz tagini, ozgina-ozginadan. Suv to'lish jarayonida ham shu ishni qilib turasiz. Oyoqlarini bu tarafga tortib turasiz. Oyoqlarini mana shunaqa joylarini tortib turasiz. Sababi suv to'layotgan paytda basseyn bosim tagiga keladi. Tepasi mana joyi kamon bo'lib qoladi. Bundan xavotir olmaysizlar. Ichkariga kirib qoladi. Suv to'lgandan keyin o'zi yoyiladi joyga. Faqat sizlar e'tiborli bo'lib, shu oyoqlarni bu chekka tarafdagi oyoqlarni tortib tursanglar bo'ladi. Bu joyini bas. Aynan mana shu joylarni tashqari tarafga ozgina tortib turasizlar suv to'lish jarayonida. Xo'p. Shlankani qanaqa qilib ulaymiz deganlar uchun mana shu joyni ochasiz.
tayyor burash shu maslab rezva qilib qo'ygan. Shuni burab bu tarafga shlankani tiqib qo'ysangiz suv chiqib ketaveradi. Qo'mis bilan da yo'radi agar kattalik qilsa. Mabodo basseningiz teshilib qolsa, ichidan mana shunaqa qo'shimcha material va mana kley solib qo'yadi. Kichik teshiklar uchun bemalol yamab ishlatsangiz bo'laveradi shuni. İçidan chiqadi o'zi maxsus. Endi o'rnatib bo'ldik. Shu bilan suvni to'ldirib mazza qilib cho'milish qoldi. Kimga basseyn kerak bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqinglar. O'zbekistonda istalgan joyga, istalgan viloyatiga bir kun ichida yetkazib beramiz.